Maqsad aniq bo'ladigan bo'lsa, yosh tanlamaydi va harakat tanlamaydi. Eng asosiysi 55 yoshda ham Sherali akam harakat qilib, xalqimiz uchun o'zimiz sohamiz zo'r qilib olib chiqib beraman, xalqimiz uchun foydali videolar qo'yaman deb kanal ochib bering deb keldilar. Toshkentdan Vodiyga keldilar. Xudo xolsa bugun mehmon bo'lib va kanallar ochib beramiz. Eng asosiysi Muhammad Ali akam oldiga birinchi o'rinda olib keldim, chunki Muhammad Ali akamda doimiy shunaqa yangiliklar bo'ladi. Demak, kanalda birinchi o'rinda yangiliklar bilan videoda boshlanadigan bo'lsa, uzoqroq harakat bo'ladi. To'g'rimi? Xudo xolasa, Xudo xolasa. Akamiz atay Toshkentdan kelibdilar, 55 yosh. Zo'r, qoyil, xullas yosh tanlamaydi, 90 kiradimi? Agar maqsad bo'ladigan bo'lsa, bemalol hamma ishni uddalasa bo'ladi. Xo'p, hozir akamizni kanaliga Sherali aka o'z haqida ozgina tanishtiring. Muhammad Ali aka, mana keldim, siz bilan tanishdim, ko'rib, juda xursandman. Mana bu texnikangizni shunday hali aytganday ixtiro bo'lmasa hamki, juda ko'p joylarni yangidan ixtiro qilgansiz. Buni tanimasdan iloji yo'q. Chunki masalan, ekonomik qilingan. Ayniqsa mayli qishloq sharoitiga bitta qishloqqa masalan bitta odam olib qo'yadigan bo'lsa, bu nima masalan bitta eski Moskva nimani puliga beradigan narsa ekan. Hech qancha emas. Juda ham arzon qilingan. Bu albatta Damas motor qo'yilgan, gazlar propanga qilingan. Propan mana ko'rsalarim propan bir 250 mingga propan to'lar ekan. Bu bilan qancha ishlaydi? Damas motorda Damas binganlar yaxshi tushunadi albatta. Yaxshi tushunadi. Buni 70 agatga qilingan. 70 agatga mana qalampiringiz bormi? Loyangiz bormi? Nimangiz bo'ladigan bo'lsa, shunday kirib o'tdi, madagarabga choptirib yotmaysiz, odamlardagi choptirib yotmaysiz. Albatta, shatta traktorda solasiz, kultivatsiyasini qiladi, o'tdan qutulasiz, shu osongina. Juda ham haligitga o'ylangan, mana g'ildiroqlarga gidravlika qilingan. Juda rollari yengil, mana hozir biz ko'rdik buni albatta. Keyin mana ixtiro qilgani, ixtiro deb tan olish kerak albatta. Rammalarda ixtiro qilgan baquvvat materiallar shvelerlardan qilingan. Juda ham baquvvat. Keyin mana bu o'tiradigan joyda boshqa mana Xitoylarda texnikalarni ko'rsalaringan bo'ladi. Ularda masalan mana kabinalar tor. Mana bunga shuni er-xotin o'tirib, uddalardan buddalarga kelib turib, hali aytganda yerlarini haydab ishlatish mumkin. Bitta ikkita qishloqda masalan bitta o'rta merdagi oila bitta ovasa bir umr masalan bitta oilani guldeb boqadigan texnika. Mana balonlar, uski balon qo'yilgan, ariqchada ratda ketaveradi, 70 agatga tushadigan qilib mo'ljallangan. Mana gidravlikalar, kultivatsiyami, bu masalan pilihmi, nima bo'lsa ishlatsa bo'ladigan narsa. Akamizni masalan hammalarini taniysizlar, mana YouTube orqali, Instagram orqali Samat akani videolarini ko'rib borasizlar. Undan tashqari mana bu yerda masalan Novoy akalarimizga nonni mana chiqargan stanoklar yasagan. Yana boshqa mana grabilkalar, mana bu yerda masalan Makka maydalaydiganlar, Makkani sotadan ajratib beradigan texnikalar yasagan. Yana sizlarga qanaqa o'zlaringda bir planlaringdagi bir o'ylab qo'ygan birorta narsa yaratmoqchi bo'lsalaring, akalarimiz bilan kelib maslahat qilishlari mumkin. Akamiz yaxshi maslahat beradi. Bo'lmasa birgalikda qilishlari ham mumkin akamiz. Bu texnikamizning narxini endi akamiz shu 50 dan 60 millionga bo'ladi deyapti. Bu juda ham ideal narx, juda zo'r narx bu. Bitta masalan o'rta me'yor bitta oilani bemalol baqib mazza qiladigan texnika. Mana buni ko'rishlari mumkin. Hamma joyi yaxshi qilingan, Damas motorlari qo'yib, propan balonda yuradi. Mashina minganda emas buni. Juda ham yengil, ajoyib. Mana Samat akamiz keyin yana qolgan mayda chuydalar bor ekan, endi bitta masalan qolgan narsalari bularni to'liq yaratib olgandan keyin yana o'zlari qaytadan video qiladilar. Biz masalan Toshkentdan kelib qoldik, aylanib, ko'ra bir ishqozildan bir video qilaylik degan niyatda video qilyapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like'larni bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Hamisha sizlarga yaxshi videolar yaratishga harakat qilamiz, yangiliklar chiqarishga harakat qilamiz. Hammalaringga omad. Albatta, akamni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Akam shunchalik mana g'ayrat bilan men birorta so'z aytishimga hojat qolmadi. Xudo xolasa, mabodo sizlarga qiziq bo'lsa, buni hozir oxirga yetmagan, akam aytgandek mukammal emas. Ancha-muncha chalalarini to'g'irlab olib, Xudo xolasa sizlarga Samat TV kanalida qo'yib beramiz. Xudo xolasa YouTube bor, Instagram bor, o'zi ko'pchilik biladi. Mabodo qiziq bo'lsa, mana shu yoshga texnikalar kuzatib borasizlar. Albatta, Sherali akamni podeshka qilib like bosturinglar. Albatta bu yoshda shunchalik g'ayrat hammada ham bo'lmaydi.
Shunchaki siz bilan bizdan ozgina podдержка xolos. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Rahmat.